Xo'jayli tumani axborot kutubxona markaziga kelgan yangi adabiyotlar bilan tanishtiramiz. Kutubxonamizga Alisher Navoiyning Istiqlol davri o'zbek navoiyshunosligi nomli ushbu kitobi keldi. Kitob 30 tomdan iborat. Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy, ilmiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzida millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi. Jonajon vatanimiz milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari degan bosh tamoyil asosida taraqqiyotning butunlay yangi bosqichiga qadam qo'yib, yangi uyg'onish davri, 3-Renessans poydevorini yaratgandan bugungi kunda Alisher Navoiyning bezavol adabiy merosi misolida o'zbek adabiyoti va madaniyatni chuqur o'rganish va ommalashtirish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda, degan edi Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev.